Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Sohaga malakali kadrlarni jalb etish, shu bilan birga birlamchi bo'g'in shifokorlarning bilim malakasini oshirish bu borada muhim o'rin tutadi. Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tomonidan ham bu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mayda qabul qilingan Respublikada sog'liqni saqlash tizimini va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish orqali sohani isloh qilishni izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Kitob tumani sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modelini joriy etish bo'yicha tajriba sinov sifatida tanlab olingan hududlardan biridir. Bu borada tumanda amaliy ishlar boshlab yuborildi. Tuman tibbiyot birlashmasida Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamda Qarshi filiali mas'ullari ishtirokida tashkil etilgan o'quv seminarda bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar mazmun mohiyati hamda tizimni raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar hamda xavf guruhidagi bemorlar ro'yxatini shakllantirish, o'z vaqtida tegishli mutaxassisga yo'naltirish kabilar haqida ma'lumotlar berildi. Tibbiyot tizimidagi oilaviy shifokorlik punktlari o'zgartirilib, hammasi yangi tizimdagi oilaviy poliklinikalar, xususan birinchi va ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinikalarga aylantirish va u yerda zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlash, shuningdek pilot rejimida Kitob tumanida markazlashtirilgan zamonaviy talablarga to'liq javob beruvchi laboratoriya tashkil etish ishlari hozirgi kunda jadal amalga oshirilmoqda. Aholi, shuningdek umumiy amaliyot shifokori bilan to'g'ridan to'g'ri kontakt o'rnatiladi va ushbu kontaktlar asosida ulardagi ma'lumotlar, yo'llanmalar asosida ularni tuman, respublika yoki viloyat darajasidagi bepul davolanishlar yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, markazda uzoq bemorlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, shifoxona hamda oilaviy poliklinika kardiologlari tomonidan yurak-qon tizimi kasalliklarini erta aniqlash va davo muolajalarini qo'llashda e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar haqida to'xtalib o'tildi. Asosiy maqsad Kitob tumanida aholini yurak-qon tomir tizimi bilan kasallangan yoki yurak-qon tomir tizimi bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lgan 40 yoshdan katta bo'lgan aholini qaytadan chuqurlashtirilgan holatda skrining tekshiruvidan o'tkazish hisoblanadi. Demit tizimi orqali bu raqamlashtirilgan holatda aholimiz o'zaro skrining tekshiruvidan o'tkaziladi. O'tkazishdan maqsad nima hisoblanadi? Ya'ni aholi o'rtasidagi yurak-qon tomir kasalliklarini o'z vaqtida aniqlash va ulardan kuzatiladigan asoratlar yoki nogironlikni o'z vaqtida aniqlab, uni davolash hisoblanadi. Shu bilan birga o'quv seminar davomida mazkur xastaliklar bilan og'rigan, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan bemorlar ham ekokardiografiya ko'rigidan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik jarayonida muassasa xodimlari uchun malakali shifokorlar tomonidan mahorat darslari o'tilib, mazkur jarayonda shifokor diqqat qilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida ma'lumot berildi. Hozirgi kunda skrining tekshiruvlarini natijasida aniqlangan yuqori xavf qon tomir guruhiga kirgan bemorlarni o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan ekokardiografiya tekshiruvini o'tkazdik. Bu ekokardiografiya tekshiruvi o'tkazish bemor uchun yurak-qon tomirlarini baholash va uning hayot tarzini yaxshilash, kasallikni kechishini prognozlash va kechishini jarayonlarini boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Kitob tuman tibbiyot birlashmasida mutaxassislar Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida ekokardiografiya bilimlarini yanada takomillashtirish maqsadida bepul davlat tomonidan o'qishga yubordik va ekokardiografiya tekshiruvi Kitob tumanida amalga oshirilardi. Ammo hozirgi kunda kelib bu mutaxassisning o'qib kelishi, malaka oshirib kelish natijasida yanada chuqurroq tekshiruv imkoniyati ega bo'ladi. Shu bilan birga tumandagi 12-son oilaviy poliklinikasida raqamlashtirish hamda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Aytish kerakki, bu kabi mahorat darslari va tibbiy ko'riklar olis hududlardagi aholi salomatligini saqlashda, turli yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va yuzaga keladigan xavfli oqibatlarni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.